Banda azizlar Allohdan muloqotini uzmaslik kerak. Bir ulamo aytgan ekanlarki, Alloh taologa yaqinlashishni o'rgataymi debdilar. Eng ko'p yaqinlashtiradigan narsa nima desa, Allohdan muloqotingizni uzmaysiz. Har doim nima bo'lsa Allohdan so'rab yuraverasiz. Katta, kichik narsa nima bo'lsa Allohdan aloqani uzmaslik kerak. Masalan, biz mana 5 mahal namozda duo qilamiz. Biror bir ehtiyojimiz bo'lsa duo qilamiz. Ba'zi birlar hattoki duo qilgani hijolat ham bo'ladi. Hadib duo qilaveramizmi? Hadib Allohdan so'raveramizmi? Ey azizlar, Alloh taolo bizga butun dunyoning ne'matini berib qo'ysa, Alloh taoloning qudratidan, Alloh taoloning boyligidan birorta zarracha narsa kamayib qolmaydi. Butun dunyoni bergan taqdirda Alloh ignani bir dengizga tiqib olganda ignaga chiqadigan suvning namligi yopishgan yo'qchalik ham Alloh taologa bir narsa emas bu. Shuning uchun ulamolar aytadiki, siz deydi Allohdan ko'proq so'ravering. To'xtamasdan muloqotingizni to'xtatmang. Qadamingizda Allohim bugunlik kunimni xayrli qilgin. Ko'chaga chiqyapman, Alloh ko'chaga chiqyapman, o'zing meni muhofaza qilgin. Suv ichyapsiz, Allohim mana shu ichayotgan suvimni xayrli qil. Ya'ni Alloh bilan bo'ladigan muloqotni to'xtatmasak, Alloh bilan bog'lanishimiz doim turadi.